Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Yodingizda bo'lsa, arab harflariga doir video joylagan edik va bu videodan so'ng juda ko'p juda ko'pchilik arab tiliga qiziquvchilar bizni direktimizga yozib, Telegram kanallaring bormi, darslar bo'ladimi degan savollarni juda ko'p berishdi va bu videoni o'qib bergan ustoz haqida ham ma'lumot so'rashdi. Hozir bu videoni eslatib o'taman qo'yib. ألف باء تاء ثاء جيم حاء. Aynan mana shu video edi, aziz o'quvchilar. Endi hozir men sizlarga shu sababdan Telegram kanalimizni nomini eslatib o'taman. Bu Ahsan Akademiyasi deb nomlanadi va bu yerda Telegram linkimiz ham qoldirilgan. Yuqoriga chiqsanglar mana kurslarga hamda darslarga e'lonlar berib qo'yilgan. 1-oktyabrdan boshlanadi. Shuning uchun darhol kanalimizga o'tib obuna bo'lib olishlaringizni so'raymiz. Mana kanal linklarini qoldirdik. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozishingiz mumkin. Rahmat.